Hormanglar. İçidagi zasipkalari chotki, уже joyimizni, hattoki ustakalar ishtirishni boshlagan. Ancha ishlari zo'r. Kottejimizni birinchi oynasini prayomi tayyor bo'lyapti. Hormanglar. Уже ancha ishlar rivojlanib qolgan. Ustakalarimiz menga qo'yishyapti. Armatura yig'ishyapti ana. Har kuni ko'rsatib boramiz degandim. Mana уже devorlarimiz ham почти tayyor. Orqa tomonimiz kottejlarimizniki. Inshaalloh qolganlari ham sekin-sekin bo'laveradi. Qurilish jarayonini ko'rib, bilib, ishonch hosil qilib sotib olgan odam haligi puliga achimaydi. Pulim o'zim bilan birga qoldi deb hisoblaydi. Bu nihoyatda to'g'rani 1,5 qo'shib ko'rib turgan bo'lsangiz. Chegarasi. Usta akalar молодцы. Yaxshi uspet qilishyapti. В целом qurilish qizg'inda.